Assalamu alaikum, hurmatli Muqat Qavar 24 kanalının qatlauchilari. Bugun kunga 28-dekabr 2022-yildagi 3-kundagi kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Bizdan alыстабай turыңыздар. Like basып qo'yingizlar, hurmatli tuğanlar, bizni qo'llayverayapti. Negativ yozmangizlar. Az biz kurs qancha bo'ldi ekan, bugun ertadan shu yerda ma'lumot olib beramiz. Hurmatli tuğanlar, biz hozir birinchilik kompaniya bankka keldik. Kompaniya bankda dollar bilan euro 1 deyil ekan. Rubl sal tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. 1000 rubling 1210 so'm pul bo'lib qoldi. 1.21 bo'lib qoldi rubl. Qarangizlar, rubl tushib ketdi, hurmatli tuğanlar. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Boqay bankka keldik. Boqay bankda kurslarni sizlarga tanishtiramiz. 85 so'm 73 tiyin dollar, 91 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 21 tiyin rubl ekan, hurmatli tuğanlar. Bu yerda rubl shunday ekan. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Finka banka geldik. Finka bankda 85 so'm 73 tiyin dollar, 91 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 21,5 tiyin ekan, hurmatli tuğanlar. Bu yerda qarangizlar. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Ekaslan banka geldik. Ekaslan bankda 85 so'm 70 tiyin dollar, 91 so'm 50 tiyin euro, 1 so'm 21 tiyin ekan bu yerda. Hurmatli tuğanlar, qarangizlar. Rublning bugun kursi shunday ekan. Hurmatli tuğanlar, shuni Muqat Qavar 24 kanali sizlar bilan qo'shishadi. Vaqtincha qo'shishadi. Tinch bo'lib omon bo'linglar. Hajra bo'lsalar tinch omon bo'lib yuraveringizlar. Baringizlarga javobni ma'no qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.